Tolibonlarda shimoliy hudud bo'yicha qo'mondoni bor ekan. Hozir postdan o'tib ketatsam, men haqimda eshitibdi ularning qo'mondoni, biz bilan birga borasiz deyishyapti. Majburiy ixtiyoriy. Hozir borishim kerak ular qo'mondonini olib. Bilmayman gap so'z nimada ekan. Avtomatni olamiz. Birinchi buni chiqarib olamizda. Mana shuni o'rtaga qilaylik. Magazinni chiqaramiz. Magazin chiqarildi. Biz turib, sizlar chapakamni buni chiqaramiz. İçinden zatvorni ham alohida chiqarib olamiz. Mana. Bu chiqmasin. Bo'pti. Qolganiga ruxsat berishmadi. Qurolimiz sochilgan holatda turibdi. Buni mana shunday holatda tozalaymiz. Tozalab bo'lgandan keyin yana joy-joyiga yig'ib qo'yamiz. Birinchi zatvor. Avvalgidek notinch kinolarda ko'rganingizdek emas. Tinch mana. Maza qilib o'tiribmiz, sayohat qilyapmiz. Kelinglar Afg'onistonga sayohat qilganmiz. Afg'oniston haykasi norozi nesti? Aytadi Afg'onistonda qaysi birta sizga ozor qilib bergani yo'q dedi, aziyat qilgani yo'q dedi. Yo'q, hammasi joyida, ozor bergani yo'q. Aytadi qo'shmasiz dedi. Aytadi qaysi birta ozor bersa yo aziyat qilsa menga aytinglar dedi, billar dedi, xizmatga dedi. Har gap bo'lsa billar bor dedi, billar xizmatga. Hech kim ozor aziyat bermaydi burga, beg'am kezing dedi. Mega ki duo bitin ma Kabul merim, Herat merim, inshaalloh duo bitin baxayr safari bexatar dاشته باشیم mega. Shu vaqt bo'ladi. Instagram Kabul Muhammad.